Toshkent xalqaro aeroporti bojxona postida yirik miqdordagi tilla va boshqa qimmatbaho metallardan yasalgan taqinchoqlarni yashirincha olib o'tmoqchi bo'lgan shaxslar qo'lga olindi. Hozirgi reportajimizda bu haqda batafsil so'z boradi. Tilla va zargarlik buyumlari hamda qimmatbaho toshlarni O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish va olib chiqishda me'yorlar mavjud, ammo ulardan xabardor bo'lmagan yoki bilib turib turli nayranglarni qo'llashga urinayotgan ayrim fuqarolar tomonidan bojxona qonun buzilish holatlari sodir etilmoqda. Xususan Toshkent xalqaro aeroportiga Toshkent-Myunxen yo'nalishi bo'ylab uchib ketayotgan fuqaroning bezovtalanishi bojxona xodimlarining e'tiborini tortdi. Shundan so'ng uning qo'l yuklari belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazildi. Ko'zdan kechirish davomida yuklar orasida o'zak so'rovda ma'lum qilinmagan sariq rangli metalldan yasalgan bir dona piyola borligi aniqlandi. Holatga aniqlik kiritish maqsadida ushbu piyola ekspertizadan o'tkazilganda, uning og'irligi 104 grammni tashkil etdi va 750 probali tilladan yasalganligi ma'lum bo'ldi. Yana bir holatda Bangkok-Toshkent yo'nalishi bo'ylab uchib kelgan fuqaroning harakatlari bojxona xodimlarida biroz shubha uyg'otdi. Shu sababli u bilan og'zaki suhbat o'tkazilganda, yuklari orasida belgilangan me'yordan ortiqcha hech qanday tovar yoki buyumlari yo'qligini ma'lum qildi. Biroq amalda bu o'z isbotini topmadi. Bojxona xodimlari tomonidan fuqaroning yuklari belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganida, uning ichidagi turli xil shirinliklar orasiga bir qancha zargarlik buyumlari mohirlik bilan yashirib qo'yilganligi fosh etildi. Ushbu jarayonda dastlabki qiymati 180 million so'mdan ortiq oq va sariq rangli 121 gramm qimmatbaho zargarlik buyumlari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Navbatdagi holatda esa Istanbul-Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchib kelgan fuqaro bojxona xodimlari tomonidan to'xtatildi va unga tegishli yuklar ko'zdan kechirildi. Natijada yuklar orasida yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida yozib ko'rsatilmagan, og'zaki so'rov vaqtida ham ma'lum qilinmagan 370 gramm og'irlikdagi zargarlik buyumlari borligi aniqlandi. Dastlabki qiymati 350 million so'mni tashkil etuvchi ushbu zargarlik buyumlari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilib, hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Toshkent xalqaro aeroportiga Baku shahridan uchib kelgan yana bir fuqaro zargarlik buyumlarini bojxonadan yashirib olib o'tishga urindi. Biroq uning bu rejasi amalga oshmadi. Fuqaroga tegishli yuklar bojxona nazoratidan o'tkazilganda, jismoniy shaxslar tomonidan olib kirish me'yordan ortiqcha, dastlabki qiymati 129 million so'mlik oq va sariq rangli metalldan yasalgan oq toshlar bilan bezatilgan jami 74 gramm og'irlikdagi zargarlik buyumlari borligi aniqlandi. Brilliant bor yo'lini o'chib ko'ramiz. Eslatib o'tamiz, respublikamiz bojxonachilari tomonidan joriy yilning shu davriga qadar 252 ta holatda og'irligi 39 kilogrammdan ortiq, qiymati esa 24 milliard 340 million so'mlik zargarlik buyumlarining noqonuniy tartibda olib o'tilishining oldi olingan. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.